Dudda pishgan amerikanskiy smoker aynan O'zbekistonda tayyorlanishini bilarmidingiz? Na tandir, na qozon mol go'shtining to'sh qismi faqat dudning sexida sirli maxsus marnovka asosida smokerda 11 soat davomida asta-sekin pishar ekan. Bu taom o'rik daraxtining dudida pishgandami, ta'mi mislsiz darajada bo'lsa kerak. Buxoroning boshqa hech bir joyida uchramaydigan go'zal tabiat bag'ridagi bu maskanda smokerdan tashqari noodatiy usulda molning qo'rg'a qismidan tayyorlanadigan parnoy taomi ham bor ekan. Par ichida pishgan bu go'shtga na pichoq kerak, na kuch kerak. Lab teksa bas. Juda ham sochini bo'lgan smokerning ta'mi o'rik po'stlog'i tutunning shirasi bilan aralashgan olovning mazzasini eslatuvchi betakror lazzat uyg'unligini taqdim etar ekan. Agar ushbu videoga like bosib Ibrohim ota Instagram profiliga obuna bo'lsangiz, 1 litrlik maxitoni bepul taqdim etishar ekan. Taomlari noodatiy, tabiati go'zal bo'lgan bu maskanning manzili Jondor stankadan Moshin bozor ketaverishda yo'lning chap qismida joylashgan Ibrohim ota choyxonasi. Aniq lokatsiyasini Telegram kanalida qoldiraman. Telefon raqamini video ostida qoldiraman. Bosh homiylarimiz Milkidey hamda Toj Mahal to'yxonasi.